Yozda issiq kunida o'choqda ikra qilib o'tiribsizmi yoki o'chog'im yo'q deb ikra qilishga erinib o'tiribsizmi? Har yili xuddi shu usulda ikra yopamiz. Videoni bitta ko'ringchi, retseptimiz bir xilmikan. Albatta videoni ikra qilishni bilmaydigan do'stingizga ham yuborib qo'ying. Chunki bugun o'choqda emas, kastrulkada ikra tayyorlashni o'rgataman. Uyda do'konidan kastrulkani sotib olganimda, unda faqat suv qaynatib kompot yopsam kerak deb o'ylagan edim. Lekin uni instruksiyasini o'qib chiqqanimda esa unda nafaqat qovurish, qaynatish, dimlash ham mumkinligini bildim. Hamma masalalarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olib, piyozni o'rtacha qizargandan keyin birin-ketin hamma masalalarni solib chiqamiz. Tuz va shakari ham esingizdan chiqmasin. Kastrulkani iloji boricha silikon va taxta kapkirda kovlaylar. Iloji yo'q bo'lsa, albatta temir kapkirda sekin, ohistalik bilan kovlashingiz mumkin. Hamma masalalarni ezilib pishguncha qaynatib olamiz. Suvlari terilib, yetilib qolgandan keyin to'ralgan ukrop kashnishlarni va uksuzni solib yaxshilab aylantirib yuboramiz. Bu retsept bilan yozda yesangiz ham, qishga yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kunning issig'ida ishtaha yo'ligida ketadi-yu, hayitgach uyda do'konida barakali juma aksiyasi yana boshlandi. Yetmaganiga 500 ml tovarga bonus ham qo'shib berishayotgan ekan. Albatta menga o'xshab bunaqa qulaylikdan foydalanib qoling va meni profilimga obuna bo'lib qo'ying. Bank yopish sirlarini albatta o'zim sizga o'rgatib qo'yaman.